Agar siz va yaqinlaringiz breket qo'ydirishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Sababi ushbu videoda siz breket qo'ydirishdan oldin bilishingiz kerak bo'lgan muhim ma'lumotlar va breket qo'yishda ko'pchilik yo'l qo'yadigan xatolarni bilib olasiz. Hammaga assalomu alaykum. Men Sherali Zayniddinov, 8 yillik tajribaga ega stomatolog ortodontman. Birinchi bo'lib breket o'zi nima va kimlarga tavsiya qilinadi? Breketlar mexanik apparat hisoblanib, har bir tishga fiksatsiya qilinadi, yopishtirib chiqiladi va tishlardagi qiyshiqliklarni, prikusdagi muammolarni bartaraf etishda foydalanamiz. Breketlar kimlarga tavsiya qilinadi? Prikusda muammosi bo'lgan bemorlarda, ovqatni chaynashda qiynaladigan bemorlarda, tish qatorida qiyshiqligi bo'lgan bemorlarda, shu bilan birgalikda chiroyli tabassumga ega bo'lmasa yoki tabassum qilganda uyalsa. Breketlar necha yoshdan qo'yiladi? Breketlar asosan 12-13 yoshdan boshlab qo'yiladi. Sababi mana shu yoshga kelib tish ildizlari shakllanib bo'ladi va bemalol breket qo'ysak bo'ladi. Necha yoshgacha deydigan bo'lsak, 35-40 yoshgacha qo'ysak bo'ladi. Avvalo nimaga qaraladi? Suyak holatiga, tish ildizlar holatiga, periodont to'qmasini holatiga qarab qo'yiladi. Shu bilan birgalikda katta yoshli insonlarda tishlarda koronkalar soni ko'p bo'lganligi uchun ularga ham breket qo'yib bo'lmaydi. Agar tishlaringiz notekis bo'lsa, breket taqilmasa, qanday salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin? Birinchidan, tishlarimiz qiyshiq holatda bo'lgandan keyin tishlarimizni yetarli darajada tozalay olmaymiz. Qiyshiqliklar orasini tozalay olmaganligimiz sababli o'sha oralarda karislar paydo bo'ladi. Ikkinchidan, tishlarimiz qiyshiq bo'lsa, prikus ham noto'g'ri bo'ladi. Noto'g'ri prikusda ovqat yetarlicha chaynalmaydi. Oshqozon traktida muammolar yuzaga keladi. Uchinchidan, tishlarimiz qiyshiq, prikusimiz noto'g'ri bo'lsa, pastki jag bo'g'im boshlarida ham muammolar yuzaga kelishi mumkin. Og'izni ochib yopganda qirsillashlar, og'riqlar paydo bo'lishligi mumkin. Breketlarning qanaqa turlari bor? Breketlarning metallistik turi bor, saffiroviy, keramik turi bor. Bu breketlar turidan eng menga yoqadigan breket, ortodontlarga eng yaxshi ko'radigan breket bu metallistik breket, chunki u mustahkam bo'lib, tezroq ishlab beradi. Ko'pchilik bemorlar agar breket taqayotganligini ko'rishni, boshqalar bilishini xohlamasa, saffiroviy breketlar, keramik breketlar tavsiya qilinadi. Bu breketlar atrofdagi insonlarga deyarli ko'rinmaydi, bilinmaydi. Birinchidan, breket bilan davolash qancha vaqt davom etishini bilishingiz kerak. Aynan siz muqim turadigan joyingizda breket qo'ydirishingiz kerak. Agarda siz safarga ketadigan bo'lsangiz, safarga borib kelgandan keyin breket qo'ydirishni tavsiya qilaman. Ikkinchisi, breket qo'ydirgandan keyin tishlarni tozalashga, gigiyenasiga jiddiy e'tibor berish. Har ovqatlangandan keyin tishlarni yaxshilab yuvish kerak. Agarda tishlarni ovqatlangandek yuvmasa, nalyoti yig'ilib, u yerda bakteriyalar ovqatlarni chirtadi va karies hosil bo'ladi. Agar gigiyenaga rioya qilinmasa, breket taqtirish tavsiya qilinmaydi. Breket narxi nimaga bog'liq? Breket narxi qancha o'zi? Breket narxi tishlarning holatiga, prikus joylashuviga, umuman olganda shu murakkablikda, jarayonning murakkabligiga bog'liq. Shunga qarab turib narx qo'yiladi. Ko'pchilik telefon qilib so'rashadi, breketingiz qanaqa? Nemetskiymi, amerikanskiymi, yaponskiymi, koreyskiymi? O'zi aslida bemorga breket turi ahamiyatsiz, metallistik bo'ladigan bo'lsa, ikki xil ahamiyatli joyi bor. Bir tarafi ko'rinadigan, ko'rinmaydigan breket ahamiyatli. Lekin qaysi davlatda chiqariligi, qaysi firmadaligi umuman ahamiyatsiz bemor uchun-da. Bemor uchun ahamiyatli joyi bu shifokorning tajribasi bilan olinadigan natija. Asosiy natija shuni so'rash kerak. U qaysi turini so'rash bu xato bemor so'rashi. Shuning uchun shifokor tanlashda birinchi navbatda otseplarni ko'rish kerak. Qilgan ishlarni doim postisini ko'rib turib, keyin shifokor tanlashni tavsiya qilaman. Xo'p, endi bizda breket narxiga keladigan bo'lsak, tishlarning holatidan kelib chiqqan holatda bizda breket narxi $500 dan boshlanadi. Tepapas metallistik breket. Telefon qilib so'rashadi-da, qanaqa breket? Germaniyami, Amerika? Ko'pchilik doktorlar, ortodontlar shuni marketing qilib olib aytishadi, Germaniyaniki bunaqa, Amerikaniki bunaqa, Yaponiyaniki bunaqa. O'zi hammasining narxi o'zi aslida $30-40 farq qiladi narxida-da. Lekin hammasi to'g'ri ishlagan ortodontga bir xil natija, chiroyli natija olib beradi. To'g'ri ishlolmaydigan doktorga yaxshi natija olib bera olmaydi. Men o'zim ishlatadigan breket, Germaniya breketi, Galaxy firmasining breketi, ligaturli breket. 100 dan ortiq bemor shu breketni qo'yganman, ishonchli natija olib bergan. Breket taqtiradigan inson uchun konsultatsiya juda ham muhim jarayon hisoblanadi. Bunda siz rentgenlarga tushasiz, rentgenlaringiz diagnostika qilinadi, tekshiruvdan o'tkaziladi. Bu tekshiruvdan nima ma'lum bo'ladi? Sizdagi muammo va bu muammoni yechish uchun davolash rejasi tuziladi. Bu davolashni yarmi hisoblanadi. Agar siz sifatli, ishonchli, xavfsiz diagnostika orqali breket qo'ydirishni xohlasangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.